siz qaysi bir musibatga yetsa bas, o'z qo'lingiz qilgan kasbdandir va u zot ko'pini afv qilur. Insonning o'zidan o'tmasa, undan biror bir musibat yetmaydi. Lekin o'ta mehribon bo'lgan Alloh bandasini har bir gunoh uchun musibatga duchor qilavermaydi. Faqat ba'zisi uchungina musibatga duchor qiladi. Ko'pini kechirib yuboradi. Agar Alloh taolo insonni har bir aybi uchun musibatga uchratgandek bo'lsa, inson darhol halokatga yuz tutar edi.